Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana Penablokga qo'shdik. Mana Penabloklarimizni ko'rib o'ringlar. Razmerlari mana 60 ga 30, bunaqasi 20. Mana bizlardan asosan перегородкalik ishlarimiz bor. Bunaqasi 2,5. 30 balandligi 60 uzunasiga. Tumba qoliplarimiz bor. Bilan 60, 30, 20 ga standart razmer. Santijugi bor. Bu sesni sherdishkalarga ishlatish uchun 20 ga 20. Platogishlarimiz bor. Masalan 15 chuqurligi 20 eniga. Penabloklarning sifatlari zo'r. Qo'l bosmaydi mana. Majbur bilan bosganda ham balki qo'l botmaydi. Sizlar bilan bitta eksperiment o'tkazamiz ana masalan samoros. Ko'pchilik aytadi samoros ishlamaydi, ana 5 talik samoros. To'g'ri qaraymiz. Samoros. Buni ham vesini ko'rsatamiz. Hammasi oddiy blok reklama uchun qo'yilgan emas bular. Mana tarozi. Taromiz nor qilingan tara. $15 kg 600. Buni joyiga qo'yamiz, ana boshqasini olamiz. Bundan tortib ko'ramiz. 16 kg 60 gram. Endi buni o'sha tortgan samorozimizga qo'shamiz. Ana ko'tarib yo'q. Yo'q, biror joyga tegmayapti tagi. Tortgan 5 talik samorozimiz. 5 talik samoros 16 kg vesni ushlab beryapti. Bu degani 10 talik samoros bemalol 20 kggacha ushlab beradi. Hech qanday dublsiz. Sifatini ko'rdingizlar. Biroq ham aytadi, işte Penablokga qo'l botib ketadi. Samoros sotib bermaydi, samoros ushlamaydi deb. Ana bitta samoros hech qanday nimaga 5 talik samoros ushlab beryapti. Manzilimiz Buxoro tumani Hazrat Bobo qishlog'i. Narxlarimiz keltirilgan holda. Kelaverasizlar.